5 yil oldin qishlog'imdan Toshkentga kelgandim. O'sha paytda hayotim bunchalik o'zgarishini, bugungi kunimga yetib kelishimni tasavvur ham qilmaganman. Bu 5 yil ichida ko'p narsalar bo'ldi. Ishladim, o'rgandim, xato qildim, yiqildim, yana turdim. Eng muhimi o'zimni topishga harakat qildim. Lekin bir joyga 5 yildan beri qaytganim yo'q. Tug'ilib o'sgan qishlog'im Komlonga. 7-oktyabr kuni qishlog'imga qaytaman. Ungacha esa 48 kun davomida sizga hayotimdagi shu 5 yilni ko'rsatib boraman. Qanday kelganimni, nimalarni boshimdan kechirganimni va bugungi hayotimga qanday yetib kelganimni. Lekin bu safar bitta katta maqsadim bor. 7-oktyabr kuni qishlog'imga qaytaman. Ungacha esa 48 kun davomida sizga hayotimdagi shu 5 yilni ko'rsatib boraman. Qanday kelganimni, nimalarni boshdan kechirganimni va bugungi hayotimga qanday yetib kelganimni. Lekin bu safar bitta katta maqsadim bor. Shu 48 kunlik challengedan kelgan reklama daromadimga onamga kir yuvish mashinasi, duxovka, muzlatgich va pilesos olib bermoqchiman. Bugun 1-kun. Agar 7-oktyabr kuni nima bo'lishini men bilan birga ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. 48 kun birgamiz.